Bugun juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Bepul yo'l kira bekor qilinadimi, imtiyozlar saqlanib qoladimi yoki hammasi yangi tartibga o'tadimi? Bu masala faqat pensionerlar, talabalar yoki nogironligi bor fuqarolarga tegishli emas. Bu avtobus, metro yo'nalishi, taksi, shahar transportidan foydalanadigan deyarli har bir oilaga ta'sir qiladigan masala. Men sizga bu mavzuni oddiy tilda, vahimasiz, lekin aniq qilib tushuntiraman. Chunki ayrim joylarda bepul yurish tugaydi. Hamma pul to'laydi. Endi imtiyoz bo'lmaydi degan gaplar tarqayapti. Aslida esa gap ko'pincha imtiyozni butunlay yo'q qilish haqida emas, balki uni qanday berish, kimga berish va davlat pulini qanday nazorat qilish haqida ketadi. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki men kim xavotir olish kerak, kimda imtiyoz saqlanishi mumkin, qanday hujjatlar kerak bo'lishi mumkin va amalda nima qilish lozimligini bosqichma-bosqich aytaman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling va like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar odamga bir kun kelib pulini, vaqtini va asabini tejab beradi. Avvalgi tartib qanday ishlaganini tushunmasak, yangi reforma nimani o'zgartirmoqchi ekanini ham tushunmaymiz. Ko'p yillar davomida ayrim toifadagi fuqarolar jamoat transportidan bepul yoki chegirma bilan foydalangan. Masalan, pensionerlar, nogironligi bo'lgan shaxslar, urush qatnashchilari, ayrim ijtimoiy himoyaga muhtoj guruhlar. Ba'zi hollarda o'quvchilar yoki talabalar uchun turli imtiyozlar bo'lgan. Lekin bu imtiyozlar har doim ham bir xil ishlamagan. Bir shaharda boshqacha, boshqa hududda boshqacha, bir transport turida bor, boshqasida yo'q. Eng katta muammo shunda ediki, bepul yurish imtiyozi bor odam transportga chiqqanda haydovchi yoki konduktor undan pul olmaydi. Lekin transport korxonasi baribir xarajat qiladi. Avtobus yo'qligi sarflaydi. Haydovchiga maosh beriladi. Ehtiyot qismlar olinadi. Texnik xizmat ko'rsatiladi. Demak, kimdir bu xarajatni qoplashi kerak. Odatda buni davlat budjeti yoki mahalliy hokimiyat subsidiyasi orqali qoplaydi. Lekin savol tug'iladi. Haqiqatan ham qancha odam bepul yurdi? Bir kunda nechta imtiyozli yo'lovchi tashildi? Qaysi yo'nalishda ko'p, qaysisida kam? Korxonaga qancha kompensatsiya berish adolatli? Agar tizim qog'ozda yuritilsa yoki umuman aniq hisob bo'lmasa, ikkita xavf paydo bo'ladi. Birinchisi, transport tashkiloti biz ko'p imtiyozli yo'lovchi tashdik deb ko'proq kompensatsiya so'rashi mumkin. Ikkinchisi, haqiqiy imtiyoz egasi transportda noqulaylikka duch keladi. Haydovchi uni yoqtirmay qaraydi. Joy yo'q, karta ishlamayapti. Bugun olmayman degan bahonalar chiqadi. Natijada davlat ham pul sarflaydi. Fuqaro ham o'z huquqidan bemalol foydalana olmaydi. Hozir tayyorlanayotgan yoki muhokama qilinayotgan reformalarning asosiy maqsadi odatda shundan iborat bo'ladi. Imtiyozni kimga berilayotganini aniq bilish, pulni manzilli qilish, elektron tizim orqali nazoratni kuchaytirish va transport korxonalariga to'lovni haqiqiy tashilgan yo'lovchi bo'yicha amalga oshirish. Shuning uchun bepul yo'l kira bekor qilinadi degan gapni eshitganingizda darhol vahimaga tushmang. Birinchi navbatda savol bering. Imtiyoz bekor qilinyaptimi yoki imtiyoz berish shakli o'zgaryaptimi? Men bu yerda eng muhim farqni aniq aytaman. Imtiyozning bekor qilinishi boshqa narsa. Imtiyozning monetizatsiya qilinishi yoki elektron kartaga o'tkazilishi boshqa narsa. Bekor qilinsa, odam endi umuman bepul yurmaydi yoki chegirma olmaydi. Monetizatsiya qilinsa, odamga transportda bepul yurish o'rniga oyga ma'lum miqdorda pul berilishi mumkin. Elektron kartaga o'tkazilsa, odam pul ko'rmaydi, lekin kartasini validatiga tekkizib belgilangan limit doirasida yuradi. Masalan, bir pensioner har kuni 2 marta avtobusga chiqadi. Ertalab poliklinikaga yoki bozorga, keyin uyga qaytadi. Agar bitta yo'l kira 2000 so'm bo'lsa, kuniga 4000 so'm, oyga 30 kun yursa 1020 so'm bo'ladi. Agar davlat unga sen endi bepul yurmayapsan, lekin oyga 1020 so'm kompensatsiya olasan desa, bu bir qarashda adolatli ko'rinadi. Lekin bu pensioner oyga atiga 10 marta yursa-chi, unda u puldan yutadi. Aksincha, har kuni 4 marta yuradigan bo'lsa-chi, unda 20 ming so'm yetmay qoladi. Demak, monetizatsiya hamma uchun bir xil qulay bo'lmasligi mumkin. Yana bir misol, nogironligi bo'lgan fuqaro reabilitatsiya markaziga haftasiga 3 marta qatnaydi. U bir borib kelishda 2 yoki 3 transport almashtiradi. Agar har bir chiqish pullik bo'lsa, uning oylik transport xarajati 200 ming so'mdan ham oshishi mumkin. Bunday toifadagi odamlar uchun imtiyoz faqat qulaylik emas. Bu ijtimoiy zarurat. Shuning uchun reformada aynan shunday guruhlar alohida himoya qilinishi kerak. Men ekspert sifatida shuni aytaman.
ijtimoiy himoyaga muhtoj shaxslar bo'yicha oddiy, hamma uchun bir xil yondashuv adolatli bo'lmaydi. Talabalar masalasida ham vaziyat boshqacha. Talaba har kuni o'qishga boradi, ko'pincha ijarada turadi, daromad cheklangan bo'ladi. Agar talaba uchun transport chegirmasi bo'lsa, bu uning oilasi budjetiga sezilarli yordam beradi. Masalan, talaba kuniga 2 marta metro yoki avtobusdan foydalansa, bir oyda 1 ming so'mdan 1 ming so'mgacha transport xarajati chiqishi mumkin. Agar yetim foiz egirma saqlansa, oilaning yuki kamayadi. Lekin davlat nuqtai nazaridan qaraganda talabalarning hammasi bir xil darajada muhtoj emas. Kimdir budjetda o'qiydi, kimdir kontraktda, kimdir ishlaydi, kimdir ota-onasidan yordam oladi. Shuning uchun yangi tizimda chegirma faqat talabalik guvohnomasi bilan emas, elektron baza orqali tasdiqlanishi ehtimoli kuchayadi. Kim xavotir olish kerak? Birinchidan, imtiyozi bor, lekin hujjatlar tartibda bo'lmagan odamlar. Masalan, nogironlik muddati tugagan, lekin qayta ko'rikdan o'tmagan bo'lsa, elektron tizim uni imtiyoz egasi sifatida ko'rmasligi mumkin. Ikkinchidan, boshqa hududda ro'yxatda turib, boshqa shaharda imtiyozdan foydalanayotganlar. Uchinchi holat, eski qog'oz guvohnoma bor, lekin ma'lumot yagona bazaga kiritilmagan. Reforma aynan shunday joylarda muammo chiqaradi. Chunki elektron tizim hujjatga emas, bazadagi ma'lumotga qaraydi. Kim ortiqcha xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning imtiyozingiz qonun bilan aniq belgilangan bo'lsa, hujjatlaringiz joyida bo'lsa, pasport ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lsa, ijtimoiy himoya organlarida yoki tegishli bazalarda ro'yxatingiz bo'lsa, unda sizda asosiy xavf kamroq. Lekin baribir men bilaman, menga tegishli deb yurish yetarli emas. Yangi tizimda huquqni isbotlash uchun ma'lumotlar raqamli tarzda mos kelishi kerak bo'ladi. Bu reformaning yana bir sababi transport tizimini tartibga solishdir. Hozir ko'p shaharlarda jamoat transporti zarar bilan ishlaydi. Yo'l kira arzon bo'lsa, xarajatni qoplamaydi. Yo'l kira oshsa, aholi norozi bo'ladi. Imtiyozlar ko'p bo'lsa, transport korxonasi men bepul odam tashyapman deydi. Davlat esa haqiqiy sonni ko'rsat deydi. Elektron to'lov va manzilli imtiyozlar shu ziddiyatni kamaytirish uchun kerak. Har bir bepul yurish validati orqali qayd qilinsa, davlat ham, transport tashkiloti ham aniq hisobga ega bo'ladi. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi noziklik, imtiyoz hududga bog'liq bo'lishi mumkin. Masalan, siz bir viloyatda ro'yxatda turasiz, lekin Toshkentda davolanishga yoki o'qishga kelgansiz. Sizning imtiyozingiz respublika bo'yicha amal qiladimi yoki faqat yashash joyingizdagi transportda amal qiladimi? Bu savolni albatta aniqlashtirish kerak. Chunki ko'p muammolar aynan mening guvohnomam bor edi, lekin bu shaharda o'tmadi degan vaziyatdan kelib chiqadi. Ikkinchi noziklik, bepul yurish cheksiz bo'lmasligi mumkin. Yangi tartibda bir oy uchun limit belgilanishi ehtimoli bor. Masalan, oyga 6 ta bepul qatnov yoki faqat ijtimoiy zarur qatnovlar yoki faqat ma'lum transport turlarida amal qiladigan imtiyoz. Bu yerda odamlar e'tibor berishi kerak. Bepul degani har doim, istagancha va har qayerda degani emas. Agar limit bo'lsa, 6 bir qatnov pullik bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda odam o'z qatnovini rejalashtirishi kerak bo'ladi. Uchinchi noziklik, transport turi farq qiladi. Avtobusda imtiyoz bor, lekin yo'nalishli taksida yo'q bo'lishi mumkin. Metroda ishlaydi, lekin shaharlararo avtobusda ishlamasligi mumkin. Ba'zi odamlar men bepul yurish huquqiga egaman deb o'ylaydi, lekin qaysi transport turida ekani bilan qiziqmaydi. Natijada haydovchi bilan tortishuv chiqadi. Men tavsiya qilaman. Imtiyozingiz aynan qaysi yo'nalishlarda, qaysi transportlarda, qaysi vaqtlarda amal qilishini yozib oling. To'rtinchi noziklik, oila a'zolari imtiyozdan foydalana olmaydi. Bu juda ko'p uchraydigan xato. Masalan, pensioner otaning kartasi bor. Nevarasi shu kartani ishlatadi. Yoki nogironligi bo'lgan shaxsning bepul kartasidan qarindoshi foydalanadi. Elektron tizim kuchaysa, bunday holatlar tez aniqlanadi. Karta bloklanishi, imtiyoz vaqtincha to'xtatilishi yoki tushuntirish talab qilinishi mumkin. Imtiyoz shaxsga beriladi, oilaga emas. Buni alohida eslab qoling. 5-noziklik, agar karta ishlamasa, bu imtiyoz bekor bo'ldi degani emas. Ba'zan validator ishlamaydi, karta eskirgan bo'ladi. Ma'lumot bazadan o'tmagan bo'ladi, internet aloqasi sust bo'ladi. Bunday paytda haydovchi bilan janjallashish eng yomon yo'l. Siz vaziyatni qayd eting. Transport raqami, yo'nalish raqami, sana, vaqt, qaysi bekatda chiqqaningiz. Keyin tegishli transport operatoriga yoki shahar transport boshqarmasiga murojaat qiling. Og'zaki shikoyat tez unutiladi.
Yozma murojaat esa ro'yxatga olinadi. 6. Noziklik. Imtiyoz pul ko'rinishida berilsa, uni boshqa ehtiyojga sarflab yuborish xavfi bor. Bu ayniqsa kam daromadli oilalarda uchraydi. Odamga transport uchun kompensatsiya tushadi. Lekin u pulni oziq-ovqatga, dori-darmonga yoki qarzga ishlatib yuboradi. Keyin oy oxirida transportga pul qolmaydi. Shuning uchun ba'zi mutaxassislar imtiyozni naqd pul qilishdan ko'ra elektron transport kartasida saqlashni ma'qul ko'radi. Bu usulda pul faqat transport uchun ishlaydi. 7. Noziklik. Subsidiya transport korxonasiga beriladimi yoki fuqaroga beriladimi? Bu juda katta farq. Agar pul korxonaga berilsa, fuqaro bepul yuraveradi. Lekin davlat korxonaga to'laydi. Agar pul fuqaroga berilsa, fuqaro avval to'laydi yoki karta orqali o'zi boshqaradi. Birinchi usul fuqaro uchun qulayroq. Ikkinchi usul davlat uchun nazoratliroq bo'lishi mumkin. Lekin ikkinchi usulda kompensatsiya kechiksa, eng ko'p oddiy odam qiynaladi. Real hayotdan yana bir vaziyatni olaylik. Bir onaxon har oy shifokorga 8 marta qatnaydi. Har safar borib kelish uchun 2 ta transportdan foydalanadi. Demak, bir tashrifda 4 ta qatnov, oyiga 32 ta qatnov. Agar bitta qatnov 2000 so'm bo'lsa, oyiga 14000 so'm. Agar unga oyiga 3 so'm transport kompensatsiyasi berilsa, 14000 so'm yetmaydi. Bu katta pul emasdek tuyulishi mumkin, lekin pensiyasi cheklangan odam uchun bu dori pulidan kesiladi. Shuning uchun kompensatsiya miqdori haqiqiy hayotdagi qatnov ehtiyojiga yaqin bo'lishi kerak. Yana bir vaziyat. Talaba chekka tumandan universitetga qatnaydi. U bir kunda metro, avtobus va yana avtobusga chiqadi. Kuniga 6000 yoki 8000 so'm ketishi mumkin. Oyiga ilmiy o'qish kuni bo'lsa, 1.2000 so'mdan 1.6000 so'mgacha xarajat chiqadi. Agar chegirma bo'lmasa, bu uning ovqatlanishi yoki ijara puliga ta'sir qiladi. Shuning uchun talabalar bo'yicha reforma qilinayotgan bo'lsa, oddiy talaba ham to'lasin degan qaror yetarli emas. O'qish joyi, yashash joyi, daromad holati va qatnov masofasi ham hisobga olinishi kerak. Endi eng kerakli qism, siz nima qilishingiz kerak? Men buni aniq qadamlar bilan tushuntiraman. Birinchi qadam, o'zingizning imtiyoz maqomingizni aniqlang. Siz pensionermisiz? Nogironligi bo'lgan shaxsmisiz? Talabasizmi? Urush yoki mehnat faxriysizmi? Bo'g'uvchisini yo'qotgan oiladanmisiz? Ijtimoiy reyestrga kiritilganmisiz? Menimcha menga tegishli degan taxmin yetmaydi. Qaysi qonun, qaysi qaror yoki qaysi mahalliy tartib asosida imtiyozingiz borligini bilib oling. Ikkinchi qadam. Hujjatlaringizni tartibga keltiring. Pasport yoki ID karta, pensioner guvohnomasi, nogironlik bo'yicha ma'lumotnoma, talabalik guvohnomasi, ijtimoiy himoya reyestridagi ma'lumot, yashash joyi bo'yicha ro'yxat. Transport kartasi bo'lsa, uning raqamini tayyorlab qo'ying. Agar hujjat muddati tugagan bo'lsa, uni yangilang. Ayniqsa nogironlik bo'yicha muddati belgilangan ma'lumotnomalarda sana juda muhim. 3-qadam. Ma'lumotlar bazada bor yo'qligini tekshiring. Buning uchun yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, mahalladagi ijtimoiy xodim, tuman ijtimoiy himoya bo'limi, pensiya jamg'armasi bo'limi yoki transport kartasini beruvchi xizmat markaziga murojaat qilish mumkin. Agar sizning hujjatingiz qo'lda bor, lekin bazada chiqmasa, elektron imtiyoz ishlamasligi mumkin. Shuning uchun buni oldindan tekshirish kerak. 4-qadam. Transport kartangizni shaxsiy ma'lumotlaringizga bog'lang. Agar shahar transportida elektron karta ishlatilayotgan bo'lsa, karta egasi kim ekani aniq bo'lishi kerak. Begona nomdagi kartadan foydalanmang. Telefon raqamingiz o'zgargan bo'lsa, yangilang. Chunki bildirishnomalar, tasdiqlash kodlari yoki ariza javoblari eski raqamga ketib qolishi mumkin. 5-qadam. Agar sizga imtiyoz berilmasa yoki karta ishlamasa, darhol yozma murojaat qiling. Murojaatda quyidagilarni yozing. Familiya, ism otangizning ismi, pasport yoki ID karta ma'lumoti, yashash manzili, telefon raqami, qaysi imtiyozga da'vo qilayotganingiz, qaysi hujjat asosida, muammo qachon va qayerda bo'lgani. Masalan, men pensioner sifatida jamoat transportida imtiyozdan foydalanish huquqiga egaman. Lekin 2025 yil 2 mart kuni Imsaqish yo'nalish avtobusda transport kartam validati orqali o'tmadi. Ma'lumotlarimni tekshirib, imtiyozni tiklab berishingizni so'rayman. Mana shunday aniq yozilsa, javob ham aniqroq bo'ladi. 6-qadam. Haydovchi bilan tortishuvni huquqiy jarayonga aylantiring. Haydovchi sizga qo'pol gapirsa yoki imtiyozingizni tan olmasa, telefon bilan baqirib video olishdan oldin vaziyatni to'g'ri qayd eting. Yo'nalish raqami, transport davlat raqami, sana va vaqt
bekat nomi, to'lov kartasi raqami, guvohlar bo'lsa ularning ma'lumoti, operatorga yoki iste'molchi huquqlarini himoya qiluvchi organlarga murojaat qiling. Dalilsiz shikoyat ko'pincha natija bermaydi. 7-qadam, oilangizdagi keksalar va texnologiyani yaxshi bilmaydigan odamlarga yordam bering. Reformalarda eng ko'p qiynaladiganlar aynan ular bo'ladi. Onangiz, otangiz, buvingiz yoki bobongizda imtiyoz bo'lsa, ularning kartasi ishlayaptimi? Hujjati muddati o'tmaganmi? Telefon raqami to'g'rimi? Bazada ma'lumoti bormi? Tekshirib bering. Ko'p muammo 1 soatlik yordam bilan oldindan hal bo'ladi. 8-qadam, rasmiy xabarlarni kuzating. Telegramdagi tasdiqlanmagan kanallar qo'shnining gapi yoki haydovchining taxmini asosida qaror qilmang. Transport vazirligi, hokimlik, ijtimoiy himoya organlari, metro yoki avtobus operatorlarining rasmiy sahifalarini kuzating. Reforma hali loyiha bo'lishi mumkin, muhokamada bo'lishi mumkin, ayrim bandlar o'zgarishi mumkin. Rasmiy hujjat chiqmaguncha hammasi bekor bo'ldi deb xulosa qilish noto'g'ri. 9-qadam, agar kompensatsiya pul ko'rinishida berilsa, uni alohida hisoblang. Masalan, oy boshida transport uchun tushgan pulni boshqa xarajatga aralashtirib yubormang. Har kuni qancha qatnashingizni taxmin qiling. Bir haftalik xarajatni yozib boring. Agar berilgan kompensatsiya yetmayotgan bo'lsa, buni raqamlar bilan ko'rsating. Menga kam deyish boshqa. Oyga 7 ita qatnov qilaman. Bitta qatnov 2000 so'm. Jami 4000 so'm kerak, menga chaqida 1000 so'm berildi deyish boshqa. Ikkinchi gap kuchliroq dalil bo'ladi. 10-qadam. Jamoaviy muammoni jamoaviy tarzda ko'taring. Agar bir mahalladagi 30 nafar pensionerda karta ishlamasa, har kim alohida shikoyat qilishidan tashqari mahalla orqali umumiy murojaat qilish ham mumkin. Agar universitet talabalarining katta qismi transport chegirmasi bo'yicha muammoga duch kelsa, dekanat talabalar kengashi yoki rektorat orqali rasmiy so'rov yuborish foydali bo'ladi. Davlat organlari ko'p takrorlangan muammoni tizimli muammo sifatida ko'radi. Men bu reformaga faqat yaxshi yoki yomon deb baho bermayman. To'g'ri qilinsa u foydali bo'lishi mumkin. Imtiyoz haqiqiy egasiga yetadi. Soxta foydalanish kamayadi. Transport korxonalari aniq hisob bilan ishlaydi. Budjet puli nazorat qilinadi. Lekin noto'g'ri qilinsa, oddiy odam qiynaladi. Karta ishlamaydi, kompensatsiya kechikadi, hujjat bazada chiqmaydi. Haydovchi bilan janjal ko'payadi. Keksalar va nogironligi bo'lgan fuqarolar sarson bo'ladi. Shuning uchun eng muhim talab shuki, reforma insonni qiynamasligi kerak, aksincha uning huquqini osonlashtirishi kerak. Yana bir narsani ochiq aytaman. Bepul yo'l kira masalasi faqat transport masalasi emas. Bu ijtimoiy adolat masalasi. Chunki kimdir uchun 2000 so'm sezilmas pul bo'lishi mumkin, lekin boshqa odam uchun bu non puli. Dori puli yoki bolaga daftar puli. Shu sababli imtiyozlar budjetga yuk debgina ko'rilmasligi kerak. Ular jamiyatdagi zaifroq qatlamlarni qo'llab-quvvatlash vositasi. Lekin qo'llab-quvvatlash ham tartibli, aniq va adolatli bo'lishi kerak. Demak, asosiy fikr shunday: bepul yo'l kira bo'yicha gaplar tarqalayotgan bo'lsa, darhol vahima qilmang. Eng avvalo, imtiyoz bekor qilinyaptimi yoki uni berish tartibi o'zgaryaptimi? Shuni ajrating. Hujjatlaringizni tekshiring, elektron bazada ma'lumotingiz bor yo'qligini aniqlang. Transport kartangizni tartibga keltiring va muammo bo'lsa, og'zaki tortishuv emas, yozma murojaat yo'lini tanlang. Menimcha, bu mavzuda eng muhim narsa odamlarning oldindan xabardor bo'lishi. Chunki reforma boshlangandan keyin hujjat to'g'rilash, navbat kutish, karta almashtirish, bazadagi xatoni tuzatish ancha qiyin bo'ladi. Shuning uchun bugundan harakat qilish kerak. Sizning fikringiz qanday? Bepul yo'l kira saqlanishi kerakmi? Pul ko'rinishida berilgani ma'qulmi? Yoki elektron karta orqali nazorat qilingani to'g'rimi? Fikringizni izohlarda yozing. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot ayniqsa pensionerlar, talabalar, nogironligi bo'lgan fuqarolar va ularning oilalari uchun juda kerak bo'lishi mumkin.